Videomiz qiziq bo'lishi uchun o'rtadagi modelda boshlaymiz. Moraveyimiz 5 ta boltli qilib ishlangan. Shunga ham NFC kartalar qo'shilgan. Hamon boltlari 5 tali qilib ishlangan, ko'rish mumkin. Samasval modelimiz 60-70 km masofani bosib o'tasizlar. Akkumulyatorlari 76 amperli akkumulyatordan. Vodiy ichi dastavkasi bepul. Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Yangiliklarni ko'rsatishda davom etyapmiz. Bir ko'rishda uchovi bir xil modelda ishlashi mumkin video boshida, lekin bu 3 xil model. Shunga e'tibor beringlar. Oldimorda deyarli bir xil. Bittasini diskasi oranjevisi, bittasiniki seriya, bittasi traktor balonda. Lekin uchovining vazifasi har xil. Xo'sh, bir boshdan videoni boshlayveramiz. Videomiz qiziq bo'lishi uchun o'rtadagi modelda boshlaymiz. Nimaga? Chunki ikkita chekkadagi modelni sizlarga obzor qilib ko'rsatganman. YouTube kanalimda bor, kirsalar ko'rasizlar. Bu arzon model, cho'ntebop model. Oldi faralari 6 tali va hamda asosiy yorituvchi farasi. Oldida maxsus laboy oynalari bor, yonida baka oynalari bor. Audio sistema bilan jihozlangan va mana bunday NFC kartalar qo'shilgan. Avariyli rejimlari bor. Juda sifatli qilib ishlangan. Bu modelimiz arzonchi model, o'sha standart model deyiladi, lekin standart modeldan farqi bortlari balandlashgan. Oldingi standart modellarimizda bort razmeri shu yerda to'xtardi. Buni hamma biladi. Bu yana 15 sm qo'shilgan, yonlariga tiyagalari qo'shilgan. Albatta zaxira balonlari mavjud. Moraveyimiz 5 ta boltli qilib ishlangan. Shunga ham e'tibor berasizlar. Qo'shimchasida nimalar bor deganlarga qo'shimchamiz full holatda. Hamma qo'shimchalari bor. Kaska deysizlarmi, damkrat deysizlarmi va mana bunday yomg'irga qarshi kelgan kiyimlar ham mavjud. Oldida o'zini maxsus mana shunday cho'ntekchasi va stakanchiklar bilan jihozlangan. Moraveyimizni akkumulyatorlariga keladigan bo'lsak, sizlarga ko'rsatib o'taman. Hamma Moraveyimizda har xil akkumulyator chiqadi. 68 amperli akkumulyatordan naqd 6 ta bilan jihozlangan. Motor migalari 1800 watt quvvatga ega. Bu degani bitta zaryadka bilan sizlar bemalol 60-70 km masofani bosib o'tasizlar. Eng kami ham yuk bilan 50 km masofani yurib beryapti. Mana shu Cavallo firmani Moraveylari 50 km masofani bemalol bosib o'tyapti. To'liq zaryadkada bo'lsa 50 km, yuksiz holatda 60-70 km, hatto 80 km gacha yurib turganlari ham bo'lyapti. Buni kuzatyapmiz tajribamiz davomida. Moraveylarimiz sifati juda a'lo darajada. Buni o'zlaring ham bilasizlar. Bu birinchi modelimiz. Narxi, birinchi modelimiz arzon modelimiz. Buni narxi $1150. Nimaga arzon deyilgan sabab bu standart balon, ya'ni 5 ga 12 balonlarda jihozlangan. Shuning uchun bu modelimiz o'sha qolgan Moraveylar kabi narxi unaqa qimmat chiqmaydi. $1150 menimcha yaxshi narx. Sifatiga qaraganda narxi arzon. Lekin sifati a'lo darajada. Endi ikkinchi Moraveyimiz o'sha mashhur tank modelimiz. Buni yaqinda obzordan joylagan edik, hali 2 kun ham bo'lmadi. Lekin mana zavodga kelib, ataylab yonma-yon qo'yib ko'rsatyapmiz. Nimaga odamlar tushunchasi bo'lsin, mordasi bir xil, dizayni bir xil degani, Moraveyda narxi ham bir xil degani bas. Sifatlarida farq beradi. Shunga e'tibor beringlar, hurmatli kuzatuvchilar. Sizlarga yomon narsani tavsiya qilib ko'rsatmaymiz, yaxshilarini ko'rsatishda davom etyapmiz. Bundan keyin ham xuddi shunday davom etamiz. Xo'p. Baloni, tank balon 23 ga 7-10 razmerda. Bu modelimizda ham balon boltlari 5 tali qilib ishlangan, ko'rish mumkin. Akkumulyatorlari 76 amperli akkumulyatordan naqd 6 ta. Motor quvvatlari, miga quvvatlari 1800 tali qilib ishlangan. Bitta zaryadkada bu modelda. Bu modelda 5 km kamroq yurasizlar. Nimaga kamroq yurasizlar? Sababini tushuntirib o'tib ketay. Hamma tank balon deydi. Tank balon haqiqatda zo'r. Buni o'zimiz ham tan olamiz. Bu tank balon nimaga zo'r? Mana bunday shag'al yo'llarda yurish uchun, dalalarda ichida yurishga bu tank balonimiz zo'r. Lekin asfalt yo'l, tekis yo'lda bu balonimiz motorolni sakratadi, chunki elektromoraveylar hammasi resor bilan jihozlangan. Resor bo'lgandan keyin avtomatik katta balon bu o'z-o'zidan sakratishga moyilroq bo'ladi. Shuni hisobga olib sakraydi hamda rasxod ko'p. Nimaga? Bu balonni harakatga keltirish uchun quvvat ko'proq sarf qilinadi, ya'ni batareya ko'proq ishlatiladi. Shuni hisobiga tank modelimiz boshqa modellarga qaraganda 5 km kamroq yuradi. Shuni e'tiborga olasizlar.
Bu modelimiz ham hamma modellarimiz singari 1800 talik motor miya bilan jihozlangan. Shuni hisobiga mana kam yurishini hisobga olib turib, bunga 76 talik akkumulyator qo'yilgan zavod tomonidan. Arzonchi modelimizga 68 lik mana ko'rishingiz mumkin. Tank modelimizga 76 lik kattaroq akkumulyator joylashtirilgan. Har tarafini hisobga olgan zavod. Tank balonimiz narxi $1200. Vodiy ichi dastavkasi bepul. Shu narsaga e'tibor beringlar, hurmatli mijozlar. Dastavkasi bepul debsizlar, deyapsizlar. Dastavkamiz vodiy ichiga amal qiladi. Qolgan viloyatlarga kelishgan holda $1150, $1200. Va 3-modelimiz. Buni hamma bildi o'zi menimcha, ko'rinishi bilan, balonlari bilan ajratishdi. Sizlarga endi buni farqi bilan ko'rsatay. Ko'rib turganlaringdek, Samasval modelimiz. Bu modeldan do'konimizda ham sotuvda mavjud. Olib kelib qo'yganmiz do'konimizga ham. Shuncha mana ko'tarib ko'rsatdik. Ramalari ancha mustahkam ishlangan. Ko'ryapsizlar, ramalarning qalinligini. Oddiy modellarimizga qaraganda bu modelimizning ramasi ancha baquvvat, lekin akkumulyator 68 lik. 68 lik bo'lgan taqdirda ham traktor balon, o'sha standart balondan tishi protektor kattarog'i, bu ham o'sha eng kamida 50 km yuk bilan yuksiz holatda 70 km gacha masofani bosib o'tyapti. Ko'rishingiz mumkin. Sifatlari a'lo darajada. Hamma muraviyimizda qo'shimchasida zaxira balon, domkrat, balon ключ, oldi oyna, telefon postavkalari, bokovoy zaryadnilar hammasi bor. Shunga e'tibor berasizlar. Elektromuraviylarimizni hammasini sifatiga javob beramiz. Mana bunday chaqa-chuqalar bo'ladi. Buni bitta narsani hisobga olaylar. Bizni Motorola Xitoydan chochma butun keladi, yig'ilgan holatda keladi degan gaplarni eshityapmiz. Aslida bunaqa emas. Men nima doim obzor qilsam, kanalimga joylasam mahsulotlarni nimaga zavoddan ko'rsataman? Chunki ko'rishsin xaridorlar, olib turgan narsalari qanaqa holatdaligini bilishsin deyman. Mana zavoddamiz. Zavod hovlisida hozir obzor qilyapman. Mana viloyatlarga sport bayklarimiz ham chiqib ketyapti. Mana yig'ilmagan holatda 200 kilolik modellarimiz turibdi. Xitoydan yig'ilmagan holatda, sochma holatda keladi va zavodda ustalar, malakali ustalar bu muraviylarimizni yig'ishadi, butun holatga kiygizishadi. Ramasi alohida, dugasi alohida, balonlari, bortlari alohida holatda keladi har bitta konteynerda. Lekin bitta narsaga aniq bilamiz, hattoki boltga egasigacha Xitoydan keladi. Shuni inobatga olinglar. Mana yig'ilgan sanalari 14.05.2026-yil. Bizda yili eski narsalar bo'lmaydi. Imkon qadar har bir xaridorimizga sifatli, yaxshi narsani chiqarib berishga harakat qilamiz. Har bitta muraviyimizni test drayvini qilib ko'rsatganmiz, bilasizlar. Test drayvida kamchiliklar yo'q. Tank balonda ham test drayvi bor, Samasval variantimizda ham test drayvi bor. Faqat o'rtada standart modelimizni minib haydab ko'rsatmaganmiz. Nimaga? Chunki bu muraviy ham qolgan muraviylarimizdan deyarli farqi yo'q. Quvvati bir xil, yurishda faqat balonda yurish nimasida farqi bo'ladi. Lekin boshqa qo'shimchalarda farqi yo'q. Sifat nazorati bo'ladimi deganlarga yana ko'rib qo'yinglar. Hurmatli obunachilar, biz sizlarga yomon narsani tavsiya qilmaymiz. Zavod bu keldi, yig'ildi, chiqar sotuvga emas. Har bir narsani tekshirib, sinovdan o'tkazib, keyin chiqaradi. Mana hali bortdagi changlari ham hali ketmagan mana. 12-kuni bu modelimiz yig'ilgan bo'lsa, bu modelimiz 14-kuni yig'ilyapti. Mana bu modelimiz ham sifat nazoratidan o'tgan. Pechatlari bor. Har bitta modelni sifat nazoratidan o'tkazib, keyin sotuvga chiqarishadi. Bu har bir modelimizning oldi ko'rinishi edi. Mana endi sizlarga orqadan ko'rinishi. Tank modelimizda mana shunday LED fara bo'ladi. Prosto modelimizda ham LED fara bo'ladi. Samasvalimizda ham xuddi shunaqa faralar bo'ladi. Bu faralar nimasi yaxshi? Kechqurunda ham yoritish imkoniyati ko'proq bo'ladi. Orqa qismi bort ochilishlari juda chiroyli ishlangan. Qo'lda qismida yopganligini ham ko'rishingiz mumkin. Bortlari pechat bort. Bitta yaxlit qilib ishlangan. Bu ancha qulaylik beradi. Yuk ko'targanligida ham chokki bor bortdan ko'ra bu bortda sifatlilik darajasi ko'proq. Shunga e'tibor berasizlar. Yonlarida mana shunday dugalari bor. Obzorimiz cho'zilib ketdi. Kimdir hozir yozishi mumkin, negativli qilib, uzoq obzor qilyapsan. 3 ta model, hurmatli kuzatuvchilar, 3 ta modelda alohida obzor qilgan taqdirimda har bitta modelimga 5-10 minut sarflaganimda ham yarim soat vaqt ketadi, lekin sizlarga imkon qadar qisqa londa qilib tushuntiryapman. Videolarim manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Kimgadir foydam tegib turgan bo'lsa, kimdir og'irni yengil qilib turgan bo'lsam, juda xursandman. Men mehnatimga roziman. Sizlar ham
sarflagan vaqtlaringga rozi bo'lasizlar. Vaqtlaringni olib telefon qarshisida ushlab turganim uchun rozi bo'linglar hammalaring. Takrorlab o'taman. Samasval modelimiz. Balonlari traktor balon, motor miyalari 1800 talik, akkumulyatorlari 68 amperli akkumulyatordan 6 ta. Narxi $1350. Narxini tushirib qo'ydi, e'tibor berasizlar. $1350. Birinchi obzorimizda $1400 degan edi. Mana $1350 ga tushirib qo'ydik. Nimaga? Xalq olsin, foydalansin, biz xalqda og'irini yengil qilaylik deyapmiz. Ikkinchi modelimiz oddiy model, o'sha standart modelimiz. Akkumulyatorlar 68 dan 6 ta, miya motorlari 1800 talik, balonlari oddiy balon, qo'shimchasida hamma narsalari bor. Narxi $1150. Eng oxirgi narxini chiqardi. Tank modelimiz. Motor miyalari 1800 talik, akkumulyatorlari 76 talik, akkumulyatordan 6 ta. Qo'shimchasida hamma narsasi bor. Zaxira balon, balon ключ full holatda har bir modelimiz. Tank modelimizning narxi $1200. $1200, $1150, $1350. Vodiy ichi dastavkasi bepul. Qolgan viloyatlarga kelishgan holda dastavkalar bilan qilib beramiz. Sizlar uchun 3 xil modelni chiroyli holatda obzor qildim. Yana ham qiziq bo'lsa modellarimiz bizning kanalga a'zo bo'lib qo'yinglar. Hali bundan keyingi videolarimiz bundan-da yaxshi modellarni chiqarishga harakat qilamiz. Bu gapim bilan bu modellar yomon demoqchi emasman. Bundan-da sifatli narsa ishlab chiqarishga harakat qilyapmiz. Kimdir aytishi mumkin, men aytib bunaqa bu aybi bor. Ishda kamchilik bo'ladi, insonmiz, har birimiz xato qiluvchimiz, lekin o'sha xatolar ustida ishlab xalqimizga, shu elektromo'raviylardan foydalanib turgan odamlarga sifatli narsalarni yetkazib berishga harakat qilyapmiz. Kanalimizga a'zo bo'lib qo'yinglar, biz yo'qotib qo'ymaslik uchun. Shuncha qilgan mehnatimizni bitta like bilan baholab qo'ysalaring boshimiz ko'kka yetardi. Tez orada yangi videolar chiqarishda davom etamiz. Sog' va salomat bo'linglar. Mo'raviylarimiz haqida to'liq ma'lumot olish uchun pastda yozilgan nomerlarga murojaat qilsalaring, sizlarga chiroyli holatda obzorlari, videolari, rasmlari bilan yuboramiz hamda dastavka qilib beramiz. Kelishib qolsak. Sog' va salomat bo'linglar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Sizlarga sifatli mahsulot yetkazib berishda davom etyapmiz.